Shavkat Miromonovich Mirziyoyev taklif etiladi. Yil oldin qo'yilgan tamal toshi bugun yirik sanoat majmuasiga aylandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Olmaliq kon metallurgiya kombinatida 3-mis boyitish fabrikasini ishga tushirdi. Ma'lumot uchun ushbu fabrikaga 2021-yilda davlatimiz rahbari tomonidan tamal toshi qo'yilgan edi. Bu yoshlik bir koni asosida qurilgan fabrika va yiliga 60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega. Umuman ushbu loyiha, ushbu fabrika mamlakatimiz iqtisodiyotida katta bir ahamiyat kasb etadi. Bu muhim voqea nafaqat ushbu kombinat hayotida, balki mamlakatimiz sanoati tarixida. Guvoh bo'lganingizdek, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Olmaliq kon metallurgiya kombinatining 3-mis boyitish fabrikasining ishga tushirilish marosimida ishtirok etdi. Ishga tushirilishga boshlangan tantanali marosimga xush kelibsizlar. Hozirgina Prezident Shavkat Mirziyoyev Olmaliq kon metallurgiya kombinati tarkibidagi 3-mis boyitish fabrikasiga yetib keldi. Davlat rahbari bugun ushbu yirik loyihaga, ushbu korxona faoliyatiga start beradi. Bugun ekskavator mashinisti 30 million so'mgacha, burg'ilash mutaxassislari va katta samosval haydovchilari 40 million so'mgacha, geolog va marksheyderlar 70 million so'mgacha maosh olmoqda. Xorijiy hamkorlar bilan yuqori malakali kadrlarni tayyorlashni yo'lga qo'yganimiz ham eng katta yutuqlarimizdan biri bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev taklif etiladi. Olmaliqda 3-mis boyitish fabrikasi ishga tushdi. Endi bu fabrikada bu yil 20 million tonna ruda qayta ishlanadi. Keyingi yil esa bu 60 million tonnaga yetkaziladi. Bu degani sanoatimiz uchun kamida 100 yilga yetadigan xomashyo bazasi bo'ladi. Oddiy qilib aytganda bu xalqimiz uchun boylik, mamlakatimiz uchun qudrat degani. Muhim voqea nafaqat ushbu kombinat hayotida, balki mamlakatimiz sanoati tarixida yangi davr boshlanayotganidan